Nishollarning yeyilishligi Ramazonda bu oshqozonda to'q tutadi. Ya'ni hazmni ham chiroyli nima qilib beradi. Shakarni eritib oldik. Xudo xolasa piyonimiz ham tayyor bo'ladi hozir. Xudo kuch-quvvat berib tursin, odamlar duosini olib yuraveradi Ramazon oyida. On yasharlardan boshlaganmiz nisholda qilishdi. Otamizdan o'rgangan hunarimiz, otalardan o'rgangan hunar. Biz hozir 3-avlodmiz. Shu kishimga yordam berib, qarashib yurib, shu hunarni olganmiz. Joylar jannatda bo'lsin, hunarni qilganimizdan beri kam bo'lganimiz yo'q. Nishollarning yeyilishligi Ramazonda bu oshqozonda to'q tutadi. Ya'ni hazm rayonini ham chiroyli nima qilib beradi. Ancha oshqozonga foydasi ko'p narsa bu Ramazonda. Bu bixti, oqsilga boy mahsulotda bu. Tabiiy. Yakmak deyiladi bu o'zi. Bizda bix deymiz. Boshqa joylarda yakmakmi deyiladi bu narsani. Bu bixti juda foydasi ko'p odamning oshqozoniga. 10 kilo nisholda tayyorlashlik uchun 10 kilo shakarimizni solamiz, 3 chini bix qo'yamiz. 3 chini bix qo'yib, 10 dona tuxumni chaqib olamiz. Harig'idan oqini ajratib olib, chaqib, chilchob bilan uni me'yoriga keltirguncha yetiltirib olamiz bixni. Bixni yetiltirib olganimizdan keyin o'sha 10 kilo shakarimizni bixga qo'yamiz. Uni aralashtiramiz. Uni aralashtirishning endi mehnati bor, ancha. Shu mana shu bilan tayyorlangan nishollarimiz. Daraxt tomirimi o'zi bu? Daraxt tomiri. Biz u daraxtni ko'rmaganmiz, bu Qirg'izistonlarda bo'ladi bu narsa. Daraxt tomiri deyiladi buni. Yo'q, o'sha ko'pirtirib berar ekanda, deyman. Ha, o'shani biz uni chaqib, maydalab, uni qaynatamiz uni. Yuvorib, qaynatib, u choyga o'xshab chiqadi, mana ko'rdingiz. Choyga o'xshab chiqqandan keyin o'shaning baribir me'yori bor. U o'tib ketsa taxir qilib qo'yadi. Past bo'lsa yetilmaydi, bixiz. Shu me'yorini olib turib nisholda tayyorlaymiz-da. 10 kilo nisholda tayyorlashligi uchun mana 3 chini bix quyib olamiz. Bix quyib olamiz. Bu oshqozonga juda foydasi ko'p narsa-da bixda. Endi tuxum solamiz bunga. Bunga 10 ta tuxumni chaqib olganmiz mana. Bismillah. Endi mana buni ko'pirtirib olamiz. Bixni pishirib olamiz. Foydali taraflari ko'pda bu mis idishda oshqozonga. Biz ota-bobolarimiz ham shu mis idishda foydalanishgan ko'proq. Mana 10 kilo shakarni qozonga solamiz. Mana shakarni eritib oldik. Xudo xolasa piyonimiz ham tayyor bo'ladi hozir. Yarim soat 45 minutda tayyor bo'ladi. Mana biximiz xudo xolasa yetilish holatiga kelib qoldi. Buni yetildirganimizdan keyin hozir qiyomimiz tayyor bo'lyapti. Qiyomimizni qo'yamiz.
Qiyomimiz ham tayyor bo'lib keldi mana. Endi qiyomimizni quyib olamiz tayyor bo'lgan biximizga. Qiyom bilan biximizni aralashtirib olamiz. Qiyom bilan bixni aralashtirib me'yoriga olib kelamizda. Me'yoriga olib kelmasak, tagida cho'kib qoladigan nisholda bo'lib qoladi. Buning uchun mehnat. Mana nisholdamiz tayyor bo'lgan holatga keldi. Mana qiyomlarimizni hammasini quyib oldik. Mana nisholdamiz Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Shuna qilib nisholdamizni sovutib olamiz. Tayyor bo'lgan holatga keldi. Mana endi buni chiroyli qilib idishlarga solib iste'molchilarga yetkazib beramiz, Xudo xolasa. Internetlarda chiqyapti, buni bunday aralashtirsak, bunaqa stanoylarda aralashtirsak, nisholda tayyor bo'ladi deyapti. Nisholda tayyor bo'laveradi, me'yoriga keltiradi. Xudo xolasa yegan odamga ma'zur keladigan qilib tayyorlayapmiz. Odamlardan rahmat eshityapmiz. Oldingi nishollalarning hozirgi farqi nima endi? Oldin ham ustasi tayyorlasa yaxshi bo'lavergan, hozirgi ham yaxshi bo'laveradi. Faqat uni me'yoriga olib borib olish. Mevalilar tayyorlaganligimiz bu odamlar talabiga binoan chiroyli ham bir mazaligi bo'lsin. Mana bunday qishda kelyapti Ramazon. Qishda ham shu qulpini yegandek bo'ladi. Yesa buni. Bananligimiz ham bananni aytibman, yeb ko'rsiz bir maza qiladigan narsa. Banan yeyotgandek bo'lasiz. Bu nima siropi bor, buni siropini qo'shamiz biz. Nishodalarimiz hozir tayyorlayotganlarimiz Andijonlarga chiqib ketyapti, Qirg'izistonlarga chiqib ketyapti. Endi biz hozir asosiy Tirzi bozorga beramiz. Tirzi bozordan shu Farg'ona atrofi fonni olib ketadi hamma yoqdan. Va Toshkentga ham chiqyapti. Qirg'izistonlarga, O'sh, No'xat, Andijon, Qirg'iziston hamma yurtlarga chiqyapti, Xudo xolasa. Ko'chalarda ko'rsak sariq rangda nishollar bo'ladi-da, novatli deb qo'yishadi. Shunga munosabatingizda? Novatli nishollar deyilyapti-yu, u novat o'zi tayyor bo'lgan mahsulotda, u qiyomi pishgan mahsulot. Uni eritib qiyom qilguncha u qiyomi kuyib ketadi u. U novat degan u. Ya ishonavermayman men. Yoshim sarkam 60 ga kirib qoldi. Xudoga shukr. Xudo kuch-quvvat beradi Ramazon oyida. Odamlarning duosini olaylik deb shu bixlarni yetiltiryapmiz. Qiyomlarni quyib, mana buni ko'tarib ko'rilsa bilinadi bu og'irligini. Buni mehnat, faqat mehnat bilan bo'ladigan narsa-da endi bu. Xudo kuch-quvvat berib tursin, odamlar duosini olib yuraveradi Ramazon oyida. Hozir ko'p nisholdalar bugun solib bersa, kechki payt odamlar olib borguncha tagiga cho'kib qoladi qiyomi. Biz Xudo xolasa bunga 15 kun, 20 kun garantiya beraveramiz tagiga cho'kib qolmaslikka.